Ana endi bizda akkaunt tayyor, hamma ma'lumotlar kiritilgan, ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Endi yuklarni qanday qilib topishimiz mumkin? Asosiy bo'limida yangi qo'shilgan yuklarni kuzatib borishingiz mumkin. Bemalol va o'zingizga yoqadigan yukni, misol uchun Istanbuldan Andijonga $5800 avans ham berilar ekan. Avans $2500 ekan. Qobilov yoki boshqa birontasi Toshkentdan Qizilo'rda Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri telefon orqali bog'lansangiz bo'ladi. Endi bizga kerakli yukni qanday qilib qidirib topamiz? Toshkentdan Qashqadaryoga yuk bor ekan. Mana shunday. Biz o'shani hozir qidirib Toshkent poytaxt yoki viloyat Qashqadaryo qidiramiz va bizda yuklar chiqib keladi. Agar bu yerdagi yuklar sizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, siz bu yukni yoki bu yo'nalishdagi yuklar to'g'risida doimiy bildirishnoma, ya'ni уведомление olib turishni xohlasangiz, bu yerda bu filtrni saqlab qo'yishingiz mumkin. Transport turini tanlasangiz bo'ladi va uni yana saqlab qo'yishingiz mumkin. Endi sizda mana bu yerda filtr paydo bo'ladi. Buni bittasini o'chirib yuboramiz, chunki transport turi tanlanmagan edi va kiramiz. Toshkent, Qashqadaryo bo'yicha yuklar bo'yicha endi biz bildirishnomalar olib turamiz. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi bu уведомление yoniq turgan bo'lishi kerak. Bu yerda ham va akkaunt profilda bildirishnomalar yoqiq turgan bo'lishi kerak. Siz ilovadan ro'yxatdan o'tib bo'ldingiz. Sizda username mavjud. Endi esa yuk qo'shish jarayonini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Misol uchun O'zbekistonning Xorazm viloyatidan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga yuk qo'shamiz. Bu yerdan tanlab qo'shishingiz mumkin yoki birdaniga yozib qidirishingiz mumkin. Mana bizda Sankt-Peterburg chiqdi. Eng asosiysi bu yerda faqat viloyatlar, shaharlar yo'q. Viloyatlarni tanlashingiz kerak. Misol uchun sizda qaysidir shahardan ortiladigan yukingiz bo'lsa, bu shahar qaysi viloyatning tarkibiga kirishini bilib, Google orqali yoki boshqa manbalardan keyin tanlashingiz kerak bo'ladi. Dalya tugmasini bosamiz. Tip gruza bizda qanaqa yuk? Misol uchun hozir qandaydir yuk turini bu yerga quruq meva tonnasi 22 tonna, ob'yom 96, bizga ikkita mashina kerak yoki bu yerda avtomatik tarzda bitta yozilgan bo'ladi. Bizga qanaqa mashina kerak bo'ladi? Bizga tent yoki refrigerator yoki boshqa turgo'y tanlashimiz mumkin. Bu yerda sizga kerakli transport turlari yetmayotgan bo'lsa, adminga murojaat qilib, bizga Telegram orqali yoki telefon qilish orqali bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan transport yoki yo'nalishlarni qo'shtirishingiz ham mumkin. Tent tanlab olamiz va qachon bu yuk ortiladi? Bizda 20-oktyabrda ortiladi yoki готов к загрузке. Yukimiz tayyor. Qo'shimcha ma'lumot, misol uchun bu yerga qanaqadir kommentariyalarni ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Bizda qo'shimcha ma'lumot yo'q, hammasini telefon orqali gaplashib olamiz. Va bu yerda narxni kiritish kerak yoki xohlasangiz cena narxni aytishni ko'pchilik xohlamaydi. Cena договорная, оплата, наличный, перечисление yoki смешанный. Agar narxni yozishni xohlasangiz, bu yerda o'zbek so'mida turadi. Siz uni valyutaga o'tkazib 1000, 2000 yoki boshqa summalarni yozasiz. Misol uchun $2000 deb yozadigan bo'lsak, avans bor bo'lsa, bundan $1000, ya'ni 50% avans deb belgilashingiz mumkin yoki shunchaki uni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Avans yo'q. Lekin avansni yozish bizga plus beradi. Va endi publikovать tugmasini bosasiz. Xorazmdan Sankt-Peterburgga quruq meva joylandi yukimiz. Uni bu yerda redaktirovat tugmasini bosib o'zgartirishimiz mumkin. Ichidagi ma'lumotlarni, misol uchun ortish sanasini qo'shib qo'yamiz
va boshqatdan uni e'lon beramiz. Yoki отметить как выполнен. Buni o'zbek tiliga o'tkazib olamiz. Bu yerda bajarildi deb belgilash. Pastdagi yashil tugma bu yukni yopish uchun, tahrirlash uchun ko'k. Va bu yerda yuklaringiz tarixi joylashgan bo'ladi. Ana endi bizda yuk qo'shib olindi. Mana bu yerda siz yukni ko'rishingiz mumkin. Hamma ma'lumotlari joylandi va DeepUz adminga Telegram orqali mana bu yerdan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.